7-chi qism. Ezim Ahmadga yo'l ko'rsatmoqchi bo'ldi. Ahmad bir qatam Rizvangulning oldida o'sal bo'ldi va bu ishlarni asliga keltirish uchun qanday badal to'lsa mayli edi. Ezim, tez degina men qanday qilaman? Bu ish qamnishamdi yo'q bilmadim. Ammo cho'qim qilamiz desam qilib beqishimiz kerak-da. Ma'qul, shu ilmi qaysi ish deyimsan? Bo'ladi, ana baq. Biz bu mahallik emas, boshqa mahallik balalardan, ya'ni likchak balalardan astoli tepib, Rizvangulni bozaq qildiramiz. Naq shu fursatda sen o'ttirg'i chiqsan. Qadaq? Sen demoqchi kino filmlaridagidekmi? Belli, dal shundaq. Yo'q, bo'lmaydi. Bu qamlashmag'idak. Amasi o'zim 5 og'zimga cho'sh deb turmoqchimsan. Albatta bir ish qilishing kerak-da. Ezim, shundaqdimi likchaklarni aralashtirsak qanday bo'ladi deyman. Amasi sening bir planing bormi? Mening planim yo'q. Biroq uning bilan ko'rishib, bu ishning hammani demoqchiman. Nima? Qaysi bu ishning? Men uni yaxshi ko'radiganligimni, unda yana tungi ishning tasoddifiy ish ekanligini, yana uning meni xato tushunib qolmasligini, shularni deyman. Maqina, senda shunchalik yurak bormi? Meni sog'liq qilyapsan shundaqmi? Ma'qul, men seni ko'rsatib qo'yman. Mana. Ma'qul. Undaqda ko'rsatib baqag'ini. Oxir men Rizvangul bilan ko'rishadigan qarorga keldim. O hamma gapni anglagandan keyin yoki mening so'zimga qo'shiladi, yoki bo'lmasa hamma ishlar mo'sh yerda oxirlashadi. Hey, to'xtab tur. Hozir bormoqchimisan? Albatta, hozir boraman-da. Bo'lmaydi. Kallang saqmoqadaq. Tanigan seni hamma odam tanib oldi. Uning mahallasida cho'gilib yursang, o'yla baq. Seni boshqalar ko'rib qolsa qanday bo'ladi deyman. Amisi qanday qilaman? Meningcha kechsa ba, kechda ba, qadaq. Kechda tamiz qilib yursam qanday bo'ladi? Hech nima bo'lmaydi. Uning beg'iga kirsanglar bo'ladi-ku. Dadisi uxlab qolsa tegi yaxshi emasmi? Uning bilan bog'da ko'rish fursatiga ega bo'lsan. Qandaq? Bu deganingmi to'g'ri. Bo'lmasa shunday qilaymi? Shunday qilaymi? Emas, dal shunday qilamiz mundaq. Ma'qul. Men Ezimning gapiga kirib, kech bo'lishni saqladim. Ezim, rost bir ish bor. Yana nima ish bor? Haqi bog'da. Mundaq, dadisi uxlab qolsa-ku, mayli, dadisidan qutulib bo'ladi. Biroq heliqi ishchi, bog'da ish batirsa. Shuningdimi ansaramsan deyman. Ish degangacha bir narsa ko'tirishla qolmaydigan nima u? Rostmi, yolg'onmi? Voy, sana qasam qilay, rostga. Amisi birar kaltak ilib olaymi? Kaltak bo'lmaydi. Kaltak ko'tirsang texima qovib ketadi. Meningcha tig'liq asbab pichoq ko'tirsang, ish shu hamon to'xtaydi. Gapim rost. Ezim ko't bilan ikkimiz shundaqla kech bo'lishini saqlab, yuqorqi mahallaning chetida turdik. Ezim, endi kech bo'ldi, qanday qilaman? Qanday qilaman degan nima gap endi? Nima deb keldik bu yerga? Rizvangul bilan ko'rishadigan bo'lgan. Amsa ma'mamsa? To'xta, yuragim sap ketyapti. Voy, bakla to'la ushaq kepang chiqdi ekansan. Qanday qilamiz endi? Birdam saqlab tur. Tinchlanib olay. Men boshqa ishdan ancha bakka ansirmadim. Xalqning ko'rib qolishidan bakka ansirdim. Gerçi men o'g'ri bo'lmasam, biroq xalqning beg'iga ortilib kirish meningcha yaxshi ish emas. Amaliyotda kunduzi ko'rishsakmi bo'ladi. Biroq kunduzi ko'rishgidek yuzim qolmadi. Shunlashqa biz bu ahmoqona planni o'ylab chiqdik. Bo'lmadimi? Yana moshindaq turaverar ekansan. Men ketaman-jimi? Bo'ldi, saqlab tur. Buni elib ol. Bu nima endi? Nimaligini so'ramay oldigan olmabsan. Agar xatarga yo'liqsang ishlat, oldingmi? Ezim shundoq degunicha menga bir kichik so'mkani berdi. So'mkining ichida to'mir tasak bo'lsa kerak. Taraq-turuq ovozlar chiqyapti. Ezim, bu nima? To'la gap qildi. Itda mudofialanadigan narsa bo'ldimi? Ma'qul, bo'ldi. Amsa boshqalar ko'rib qilishdan burun tezroq menga.
Hey, avaylab maqmabsan, ovoz chiqamig'ina. Yerdagi narsalarga dasimay qandoq mang'ilib bo'ladi? Voy, amisa avaylab manga. Yezim, ish bakan. Ay, nimanda qiladi bu? Ish bo'lsa sening nima chiqading? Hey, kiramsan, kirmamsan. Kirishni kiraman. Biroq ish bakan. Agar biror ish bo'lib qolsa qani qilman. Ay, soltak, mana narsani sana beqag'i badimi deyman. Chamo, pastroq gap qil, pastroq. Biz Rizvangulning qo'shnisining uyining orqasini bo'ylab Rizvangulning orqa beg'i tarafga yetib keldik. Ishlar bizning o'ylaganimizdan yaxshi bo'ldi. Uyning ichi tep-tinch, bag'mi ham shundoq tinch edi. Xushallik ishning bir shuki, Rizvangulning yotoq uyi bo'lsa kerak. Texi chiroq o'chmagan edi. Hey Ahmad, seni mo'sh yerda saqlayman jimo. Amsa odamni saqlatma tezroq chiq. Ma'qul. Men shundoq deganimcha bog'ning ichiga ortilib kirib ketdim. Bog' ichi shundoq qorong'u bo'lg'achqa biror narsani farqlantirish xeyli tasgab edi. Mening ko'zim darhol heliqi chiroq yo'rg'iba uyga tushib qoldi va shu uy tarafga qarab mangdim. Oy jon. To'yiqsizlik bir narsaga putlashib o'rvatdim. Asta nimandaq falokatlik qildim men. Elim yaxshi birisi chiqib qolmadi. Men bu ko'zi ko'mas qorong'uda u yoqdan bu yoqqa davaylab yurib, oxiri itning oldiga kelib to'xtadim. O'tkir. Men darhol hezim kot menga bergan heliqi somkini qo'limga oldim va ichidagi bir narsani darhol chiqardim. Itmo qo'limdagini ko'rib to'xtab qoldi. Darhol qo'limga qarab uning yo'g'on bir qing'iriq ekanligini bildim. Bu beshin etgan sarang, kichikroqmi narsa bilmamdi deyman. Nimandaq yo'g'on qing'iriq bu? Men shundoq deganimcha qo'limda heliqi yo'g'on qing'iriqni ko'tarib, chiroq yo'rg'iba uy tarafga qarab mangdim. Men asta qadamlar bilan heliqi uyning oldiga keldim. Uyning darisi mening bo'yimdan sal egiz bo'lg'achqa, sakrimsam uni ko'rinmaydi ekanman. Uning ustiga dariza sal kichik edi. Yana kelib, ichi bakka o'rdab ketgan bo'lg'achqa sirtda turib, ichini ko'rgilib bo'lmadi. Hozir 4-chi mezgillari bo'lg'achqa sirt sovuq, ichi issiq bo'lg'achqa balkim shundoq bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Voy, ichi bakka o'rdab ketibdi-ku. Men birla sakrab darizaga eslab oldim. Ichiga qarsam, ichi rostila bakka o'rdab ketgan edi. Men uyning ichini ko'rib beqish uchun darizani kuchab ittirgan edim. Lekin biroqla darizdan uyning ichiga qonqib tushib ketdim. Voy jon, voy bilim. Ay, varqirmang. Men shundoq deganimcha darhol o'rnimdan turib, bir qo'limda qing'iriq, bir qo'limda Rizvangulning ig'zini tutdim. Biroq o'ylab boqmagan ishning biri shuki, men qonqib tushib ketgan bu yer uy emas, balki yo'yindigan munchxona edi. Rizvangulning uchida bo'lsa kiyim yo'q ekan. Asta, mavi ishni. Men darhol bir qo'lim bilan ko'zimni to'sib oldim, ammo Rizvangulning ig'zini qo'yib etgan edim. Asta, varqirmang. Men sizga ziyonkashlik qilmayman, varqirmang. To'lima afsus, men ziyonkashlik qilmayman deganim bilan qo'limdagi qing'iriq uningga tanglaylik edi. Yana kelib, hozirgi ahvol to'lima echinishlik. Xalqning yo'yinayotgan yeriga so'qinib kirib, uningga ziyonkashlik qilmayman desa, kimmi ishonsin? Men qarang, mening ismim Ahmad. Men sizni yaxshi yo'q, men sizni suyayman. Asta, nimalarni deydiganman? Ahmadjon aka, nima qilsangiz mayli. Avval qo'lingizdagi qing'iriqni tashlab etang bo'lamdi. Nima qilsangiz mayli. Yo'q, xato tushunib qopsiz. Men bir nima qilmayman. Faqat sizni suyayman. Yo'q. Men sizni yaxshi ko'raman demakchi. Shuni bilib qolsangiz deb bo'ldi. O texnichi yalang'och bo'lib, men uningga qarashga petin olmay, orqamni qilib so'zlayotgan edim.
Ahmadjon aka, qarab turmay tez kiyimlarimni elib edim. Tez bo'ling. Ma'qul. Men darhol oldimga esiqliq kiyimlarni elishga boshladim. Dal shu vaqtda uning ichki kiyimi qo'limga chiqib qoldi. Bu kiyimmi amdi? Ayoq men demakchi bakli chiroyli ekan deyman. Asta. Kechiring. Har qitim salmoqlik bilan so'zlayman-yu, biroq gapimning bir yerlari bir xil edi. O'zimning bir qitim rasvo bo'g'ini yetmagandek, amdi yana mushu kunni ko'ryapman. Nomusdan o'lay deb qolgan edim. Darhol qandoq kirgan bo'lsam, shundoq chiqib ketmoqchi bo'ldim. Rizvangel, meni kechiring. Asli ishlarni bundoq bo'lib ketadi deb o'ylamagan edim. Men sizni yaxshi ko'raman. Yig'izimdan shu gapni aron chiqaraldim-da, darhol tarizdan qonqib pastga tushib ketdim. Hay, yezim, qinsan. Mana men. Nimanda o'zingda chiqsa? Asta ota chatoq chiqdi. Nima bo'ldi? Ay, bir qatim nasbosqini yetmaganda yana nasbosdi. Ay, shu nima bo'ldi deyman. Nima bo'ladi? Yotoq uyga kirdimmikin debdiman. Munchxonaga kirib qopdiman. Rizvangilning yuyinayotganini ko'rib qoldim. Nima? O saran soltaq haqning yuyinig'ini manam sen deyman. Tez bo'la bu yerda ketmas. Bekatasi bilib qolsa pachqani chaqmasa yana. Ay, to'xta. Yana nima bo'ldi? U bak chiroyli ekan. Ay, manga tez manga sarang. Mening az xayolim Rizvangilda qoldi. Rostila o shundoq chiroyli ekan. Men demakchi, uning kiyim kiymagan holati emas, tabiiy holati nihoyatda chiroyli ekan. Yezim bilan ikkimiz bo'lsa, cho'ng yo'lning yoqasini bo'ylab mahalla tarafga qarab mangdik. Hey, Ahmad, uningga gap qildingmi? Qildim. Nima deding? Men sizni so'yaman dedim. Nima? Munchaga kirib men sizni so'yaman dedimmi? Ey, sarang, munchada turib undoq desan qanday o'ylaydi? Yo'q, men shu xato o'ylab qolmasin dedim. Shuni orqaga yondirib, men sizni yaxshi ko'rib qoldim dedim. Undaqda u nima dedi? Texi gap qilmadi. Munchaga qanday kirding? Darizdan kirdim. Darizi to'yiqsizda echilib ketdi. Men shu tushib ketib qoldim. Undaqda Rizvangil varqiradimi? Albatta varqiradi-da. Undaqda seni haqoratladimi yoki qo'l yondirdimi degandek. Nima ishlarni qildi? Ishimi qilmadi. Undaqda munchada qanchalik turding? Ay, nimadoq so'raversa? Taxminan 3-4 minutlar atrofida turdim bu deyman. Demak, o'zingning yaxshi ko'rdiganligini aytding. 3-4 minut yanada turdim. Hey, ishing oson bo'lg'idekmi? Qandoq deysan? O seni tanlamabdi. Yana kelib urmabdi. Sen yaxshi ko'rdiganligingni aytsang, sana javob qaytarmabdi. Demak, o seni yaxshi ko'rib qolgandekmi qiladi. Biroq u javob qaytarmadi. Ay, qandaqmi undaq ahvolda javob qaytarg'il bo'ladi deyman. Aldirmay qaytarmanda. Hey, mana qilaylik. Bizcha 1-2 kun ko'zib boqaylik. O sana javobini beradi yo'qmi? Agar javobini bermasa, uni izlab kelib so'ra. Qandaq? Yana munchisiga izlab kiram deman. Hey, sarangmi sen? Endi omroq bo'lib qolmagansan? Yo'q, shu naga izlab boraman. Hey, sen daldimi? Albatta yo'lda ko'rishsan-da. Ma'qul, bir qiydimig'ina. Balkim ezimning aytganlari to'g'ri bo'lsa kerak. Rizvangil menga javob qaytarmadi. Albatta, u o'ng'aysiz ahvolda nima deb menga javob qaytarsin? Ham qandoqmi javob qaytara olasin? Balkim ezimning aytganidek 1-2 kundan keyin javobini berishi mumkin. Rostila u meni yaxshi ko'ramdi. Hey, jimib ketding-ku. Nimani xayol qilyapsan? Men Rizvangil meni yaxshi ko'ramdi yoki yaxshi ko'rmamdi deb shuni xayol qildim. Onunga gap ketamdi. Albatta seni yaxshi ko'rdi-da. Yaxshi ko'rmasa, munchada sana vaqirab, eskilik qilmamdi deyman. Balkim deganing to'g'ridir. Hey, amdi-chi, 2 kundan keyin uni izlaymiz. Javobini olamizmi? Putingmi? Ma'qul, bildim. Hey, amdi mahallaga yetib keldik. Amdi aram al. Shirin muhabbatni o'ylab yozsang, baldir aram olasan-chi? Shirin muhabbat. Ma'qul.
8 qism. Hey, Ahmad! Hey, Ahmad! Ahmad, fahamsan? Mana. Hey, bu deganda kun chiqmasdili kapslarga. Ay, deganda jo, shum xabar olib keldik. Ay, olim, nima gap qilasan? To'xtanglar, nima olib keldik? Bu mundaq gap. Uyga kirib deyishamdiq ya. Ma'qul. Amsa uyga kiringlar. Ay, uyda deyishkili bo'lmaydi. Baqqili boshlig'ini bizni. Ma'qul. Qani dana nemishdi? Bu mundaq gap. Hejam, sen degina bo'ldi. Bu mundaq. Voy, yana sen degina. To'xtanglar, zodi nima bo'ldi? Asta sana qandaqmi tegil bo'la endi. Tegil bo'lmag'idek zodi nemishdi? Rasvangul to'yni qiladi ekan. Manga chaqchaq qilyapsizlar. O xabarni nadan uqdinglar? Bu chaqchaq emas. Bu rost gap. To'g'ri adash. Bu chaqchaq emas, rost gap. Bu gapni anglab, ichim demamga tushib ketdi. Albatta, bu xabarning rost ekanligiga ishonmayman. Yana kelib, Rasvangul taqimanga javobini bermagan. Unda qilishi asla mumkin emas. O'zi yaxshi ko'rgan bir odamning boshqalar bilan to'yib bo'ladigan degan gapni anglasa, odam bir o'lib, bir tirilgandek bo'ladi ekan. Bu dunyodagi eng og'ir azobning biri o'sha bo'lsa kerak. Qachon to'y bo'ladi ekan? Bugun deyman, bugun bo'ladi ekan. Og'aylar, menga yordam qilinglar. Juringlar. Bugun u to'yni buzaman. To'xta. Nima deysan? Xalqning to'yini nima deb buzsan? Shuni deyman. Hey, Ahmad to'liq qaramni qilmajima. Olim, ezim. Rasvangul xalq emas. U degan mening. Men uni yaxshi ko'raman. Adash, endi kechikdoq. Yaxshi ko'rgan bilan bo'lmaydi. Endi bo'ldiqi. Shundoq biz mo ufutgan ufturg'inimizni deyishmaydigan bo'ldik. Endi bo'ldiqi. Yo'q, bo'ldiqmayman. Men uni yaxshi ko'raman. U to'yni buzaman. Hey, to'xta. Meni qo'yib at. Obdaroq o'ylash, Ahmad. Men o'ylash bo'ldim. Ma'qul, undaqda Rasvangul qo'shilsa, uni o to'ydan elib qocha olamsan. Undaqda menga yordam qilamsizlar. Ma'qul, yordam qilay. Hey, olim sarang bo'ldingmi? Esam, Ahmadga yordam qilayli. Ahmad o'zimizning og'inisi. Men olim ta hozirgacha biror qiz bolaga o'xshab gap qilib boqqan odam emasman. Ana shu sababdan ta hozirgacha to'y qilolmadim. Amdilikda Ahmadning undaq bo'lib qolmasligini umid qilaman. Unga yordam beraman. Asta, nimada qiladigansizlar? Ay, bo'pti, o'lgirlar. Men ta hozirgacha bir qizlarga gap qilib boqmadim. Amaliyotda birisi bilan aralashdim deganim yolg'on gap. Ma'qul, men bir yordam qilaman. Endi o'g'il boladek ish qilding, ezim. Men qachon bir o'g'il boladek ish qilib boqmagan, ha? Ay, axiylar, mencho bir nuqtani endi tushundim. Baxtcho odamni saqlab turmaydi ekan. Baxtli bo'laman deydi ekanmiz. Boshqalarga baxt tilamaymiz. Boshqalarni baxtli qilishimiz kerak ekan. Shuning uchun Ahmad, o qizni baxtli qila olamsan. O'zing baxtli bo'la olamsan yo'qmi? Albatta baxtli bo'laman. Baxtli qilaman taqa. Shunda qilib uchimiz motosikletlik yuqorgi mahallaga qarab mangdik. Ey, Ahmad, agar ish aplashmay qolsa qanday qilamiz? Qaysi ish aplashmay qolsa? Rasvangulni sen yaxshi ko'rsan, biroq u seni yaxshi ko'ramdi. Uni elib qochaman desang, u sen bilan birga mang'amdi deyman. Bilmayman, biroq men uni yaxshi ko'raman. Ma'qul, katta qamisa. Voy anamay, ey, axiylar, to'y baq qisib ketgan oqshomda. Mumkin bo'lsa bir padidan mana isloynab, "Voh, beshini yerga sarang nima deyapsa?" Chaqchaq qo'ydim. Men sarang emas, chaqchaq qo'ydim.
Bo'ldi, tez menginglar. Men Rizvangulning ishik oldiga yetib kelgan vaqtimda ondan bu ishlarga ishondim. Darvaqa Rizvangulning uyiga kirib chiqayotganlarning oyog'i o'zilmagan edi. Shundaqla naqsh muzika va nag'ma navo ovozimi dal shularning uyidan chiqayotgan edi. Og'ina, bu yerdagilarni biz tonimaymiz. Agar u yerga kirgan vaqtimizda birasi bizdan gap so'rab qolsa, Rizvangulning koni savodoshlari ekanligimizni aytadi. Oldinglarmi? Bo'ldi. Uningdan sen xotirjam bo'l. Ahmad, sen uni qandoq ep qochsan deyman. Bu yerda odam bakli ko'pkan. To'g'ri dedi. Bumi bir masala ekan. Men bir amal topgandek qildim. Rizvangulni sen boqqa boshlab kel. Boqning orqasiga motosikletimni to'xtatib qo'yay. Sen shu yerdan motosikletga chiqarib Rizvangulni elib qoch. Qandoq? Olim bodak, aqlga siqqida gap qilmamsan deyman. O bir ya kichik bola bo'lmasa, motosikletga chiqing deb qoch qilib bo'lamdi deyman. Olimning aytganimi to'g'ri. Amal ba uni boqqa boshlab kirma. To'g'ri, motosikletni bog'ning orqasiga to'xtatib qo'y. Men shu yerdan motosikletni haydab mangay. Buni rost qilmoqchimisan? Agar qo'shilmasa qanday qilsan? Bilmayman. Avval sinab boqmaymanmi? Ma'va 2-5 minut tuttirsa, men kirib ahvolni ko'zitib chiqay. Ondan kiringlar, qada. To'g'ri, bu gap joyida. Menimcha shunday qilsin. Ahmad, biz mosh yerda saqlab turaylik. Ma'qul. Ezim, tezroq kirib tez chiqchimi? Bilaman, saqlab turinglar birdan. Ezim ko'tkot shundoq degunicha Rizvangulning uyiga kirib ketdi. Olim bo'dik bilan ikkimiz bo'lsa, Ezim ko'tkotni saqlab bu yerda turdik. Ezim ko'tkot bo'lsa, uzun o'tmayli bizni chaqirdi. Hey, bu yoqqa kelinglar, tez bo'linglar. Nima, biror xabar bormi? Nima desam bo'la? Bir shom xabar bor. Ezim, davomli qarasa shom xabardan boshqa bir narsani demaydi ekansan. Qani tegina. Anglashlarga qaraganda Rizvangul qayri bir odamga tegadi ekan. Qayri bir odam majburlab olmoqchi bo'pti. Shundoq gap tarqalyotdi. Nima? Nima deydigansan? Men bak berib ketmadim. Ish qilib Rizvangulning bu to'yga toza mayli yo'q o'xshaydi. Bir qayri odam, Rizvanguldan cho'ng bir odam demakchi. Shu ammoqchi o'xshaydi. Uydagilar majbur beradigandek gaplar bor. Gapni aniq qila. Qandoq gapkan? Xalqni o'zinglar aniqlamamsizlar deyman. Men mushunchilikka aniq qildim. Bu bo'lmabdi. Undaqda tez kiraylik. Ahmad, to'xtab tur. Bir har ishni planlab olib, ondan kirmamdoq. Boyib planladik-ku. Bo'ldi, shu yetarlik. Agar o plan amalga oshmasa qanday qilamiz? Oqmaganda bir gap bo'lmamdi. Ma'qul emas, ma'qul. Biz uchimiz o'dilli shularning o'ylisiga kirdik. Og'ina, bak chandırıp ketmanglarchimi? Ma'qul, bildik. Rizvangul qaysi uyda-da? Pasroq gap qila, keyningda odam bor. Ezim, bu yoqqa kela. Mana. Nima bo'ldi? Rizvangul qaysi uyda ekan? Nimandaq dot nimalarsan? Qaysi uyga qiz bola ko'proq kirib chiqsa, dal shu uyda bo'lmamdi. Rizvangulni topamiz. Biroq qizlar ko'p uyga men qandoq kiraman? Kirsam-mu nima deyman? Bu bir masala bo'ldi-ku. Mening kallamga bir aql keldi. Tegina. Voy, jetilashmay turmamsan. Qani tez demamsan. Diqqat qildinglarmi ekan? Bu to'yni faqatla singa olmabdi. Operatsiya yo'q ekan. Bo'lmasa qanday qilamiz? Onun bilan bu ishning nima munosabati deyman. Gapimni oxirigacha anglamamsan. Qani tegina, gapimning oxirini anglab boqayli. Olim birdan gap qilmay tura. Bir tegina. Bozorga berib, Mahmud Mehnatning do'konidan sin apparati elib kelaman. Qizlarning hammani o'pchi rasmga tortaman deb uyning orqasiga elib chiqib ketaman. Sen shu fursatdan foydalanib, Rizvangul bilan ayrim ko'rishib olsan-da, deydiganingni deb, oladiganingni elib qochsan. Qanday? Mang'ida, moshimi bir amalmi endi? To'xta. Bu amaling bo'g'di. Bo'lmasa shunday qilamdik-ya. Agar qamlashmasa-chi, amisa tabaqa boshqa amal bormi? Boshqa amalmi yo'q. Bo'pti, sana boqayli. Amisa, apparatni sen tepib kel.
Albatta, chang-chataq yo'q. Hey, mototsiklni ochiq shuni ba. Men bozorga berib kelay. Hey, men kelguncha qalayimqa ish qilmanglar juma. Men birdamda yetib kelaman. Yezim kot shundoq degenicha bozorga qarab ketdi. Bu yerda faqat Olim Bodek va men ikkimizla yolg'iz qoldik. Olim Bodek menga bir tal tamaki tutashtirib tanlagandan keyin so'z boshladi. Ahmad, bir tal chekib ol adash. Hay, agar ishlar oqmay qolsa qanday qilamiz? Voy, qaysi ishlar oqmay qolsa? Ahmad, biz hozir bir baxtli oilani buzamiz deb keldik. Agar Rizvangulning sanga mayli bo'lmasa, uni qanday qilamiz deyman. Olim, men texi uni o'ylashmadim adash. Biroq ko'nglim to'yib turdi. Bu to'y Rizvangulning ma'qulligi bilan bo'lgandek emas. Shundaqdimi o'ylashib ish qilishimiz kerak-da adash. Undaqda meni qanday qil demoqchisan? Rizvanguldan voz kechimdiman. Men seni voz kech demadim. Faqat o'ylash boq dedim xolos. Olim Bodekning bu aytgan so'zini anglab, o'zimning bir ishlarni xato qilayotganligimni, yana turib bir ishlarni to'g'ri qilayotganligimni o'ylab qoldim. Sodiq qana qilishim kerak. Rizvanguldan voz kechimdiman yoki uni tanlamdiman. Bu masala dal mening beshimni qottirdi. Oradan uzun o'tmayla Yezim Kotkot qo'lida bir qora apparatni ko'targancha yetib keldi. Hey, men yetib keldim. Qandaqroq? Bu sen nima kiyib olding? Sen tompay nima tushunatding? Bu degancha, rejissyorlar kimi rejissyor, ana baqama. Yezim Kotkotning kiyib olgan kiyimining bo'lsa, yanchuqlari to'limi ko'p edi. Yani kelib chiroyiga moslashmagan bir ko'zoynak bilan shapkani kiyib olgan bo'lib, odamning to'limi kulgisini keltiradi. Yezim, nimaga o'xshab qolding? To'la gap qilishmag'in, senlar nimani bilishatding deyman. Bocha, zamonning taraqqiyoti deymiz bundaq. Putingmi? Gapni oz qilib ishni boshlamamdoq. Qanday qilamiz? Ma'qul. Bunda qilmas. Men Rizvangulning yenida turgan qizlarning hammani elib chiqib ketaman. O vaqtda Rizvangul yolg'iz qoladi. Ahmad, sen dal shu fursatdan foydalanib, Rizvangulning yeniga kirib, gapini ochiq qil. Aldingmi? Ma'qul. Alam, men bilan yur. Men nima qilaman? Men deganligim mangmamsan. Bu chiroqni kim tutadi deyman. Ko'p kunduzda chiroqni nima qilasan? Men bilmayman. Shu chiroq ketadi kimga janlasam. Chiroqni tutib qo'ysanglar bo'ldi, Mana. Hey, Ahmad, biz kirib ketdik. Amasi tayyorlikdan turjima. Hamma ishlar sana bog'liq bo'lib qoldi amasa. Ma'qul, mendan ansirmanglar. Voy, sendan ansirmaymiz. Ishni buzib qo'yam degan deb ansiraymiz. Bo'ldi, ansirma. Ular shundoq degunicha o'yinning bir bo'lonida turgan kichik bir uyga kirib ketishdi. Olim Bodek bilan Yezim Kotkot qizlarni kuldirib, teliq turib, ularni bag'dirabga boshlab chiqib ketdi. Demak, endi menga fursat kelgan bo'lsa kerak. Rizvangul balkim ichida yolg'iz bo'lishi mumkin. Men shunda qilib, ularning chiqib ketishi bilan tangla heliqi uyning ichiga kirmoqchi bo'lib mangdim. Uyning eshik oldiga necha qadamni qolgan vaqtimda qo'lqimga bir yig'i ovozi anglashqa boshladi. Yig'i ovozi odamning to'limi ishini seyretdi. Pushaymon va hasrat ilkida yig'layotgan bu yig'i dal Rizvangulning yig'isi edi. Men uyning ichiga kirgan vaqtimda Rizvangul tomning bir bulog'ida o'ltirgan bo'lib, uning uchiga kelgan oppoq libos to'y ko'ynagi xuddi bir qorliq tutayotgan odamning kiyimidek ko'rinib ketdi. Rizvangul,
Men keldim.